Salom chaqqonkalarim. Bugun sizlar bilan konditerni 2 kunlik chakchak master klassidan aloqaga chiqaman. Ko'rib turganingizdek, chiroyligina xamirlarni qilib olib, shiringina qilib yoy bobomizga qaranglar, qanaqa go'zal chiqdi ranglari, aniqligi va tekisligi. Sekin ehtiyotkorlik bilan go'zal qilib kesamiz. Bu galgi master klassimiz juda ham o'zgacha tarzda bo'ldi. Hamma qizlar juda ham xushchaqchaq va kirishimli ekanlar. Bilimga chanqoq. Haqiqiy obunachilarim, chaqqonkalarim ekan. Dars paytida bir o'quvchi taklif berdilar. Sizlaringizdan tatib ko'ringlar, Nasiba opa, juda ham chiroyli tortlar qilasiz-de. Zagotovkalaringizni shunday bo'lsa ham yuvaveramiz. Buni qilishi shart emas dedilar. Men qanaqa qilib sizlarga men chiroyli qilmasdan tortlarimni taqdim qilaman. Kelinglar, sizlarga juda ham chiroyli qilib yasatib beraman va sizlar tatib ko'rasizlar dedi. Xo'sh, mana qiyomimizni ko'rdinglarmi? Qanaqa chiroyli bo'lib qaynayapti. Bu yerda korolevskiy chakchakimiz tayyor bo'lyapti. Agarda sizlarning ham chakchakinglar o'xshamasa yoki qiyominglar qotib qolgan bo'lsa, sizlarga onlayn darsimni tavsiya qilaman. Bu yerda barcha sir asrorlar bilan gaji chakchak o'rgatilgan. Bunaqa narxga barcha sir asrorlar bilan to'chni o'xshab chiqadigan gaji chakchak hech qayerda bo'lmasa kerak. Narxini bilish uchun esa direktga murojaat qiling va chakchakka o'xshamayotgan do'koningizga yuborib qo'ying, ular ham foydalanib olsinlar. Ko'rib turganingizdek, barcha chakchaklarimiz tayyor bo'ldi va o'quvchilarimga har biriga chiroyli qilib paketlarga solib bo'lib beryapman. Mana sizlarga o'sha videoni boshida aytgan tortim o'quvchilarim uchun bezayapman. Siz ham zagotovka qilayotganimda tortimni mazasini ko'rgingiz keldimi? Bo'lmasa hech bo'lmaganda shunday kichkinagina tortimdan zakaz qilib, ta'mini tatib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Bizning chiroyligina master klassimiz tugadi. Menga obuna bo'lishni unutmang, yurakchani ham bosib qo'yishni unutmang.